Assalomu alaykum, hurmatli kuzatuvchilar. Bugun sizlar bilan bir eksperiment o'tkazamiz. Mana bizda loy devordi, loyg'ishdan bo'lgan, loy shovoq bo'lgan devordi mana bunday qurt yeb, mana teshib tashlagan. Mana ko'rishlaringiz mumkin. Polni devor teshib tashlagan mana. Molxonani devori mana shu juda ayanchli holga keltirib tashlagan. Mana yaqindan ko'rsataman. Endi hozir biz bir narsani sanab ko'rmoqchimiz sizlar bilan. Mana penoblokdan kusok. Penoblok kusogimiz. Mana ozroq mana bu vaqmak degan qurtdan unga solib yaxshiroq ko'rinadi. Kecha ushlaganmiz bu qurtdan. Mana devorda turibdi. Sariq qurt. Qayerdadir sariq qurt deydi, qayerdadir vaqmak deydi. Ruschada buni termik deydi. Juda ham liboy narsani pashti yeyib yuboradigan qurt bu. Mana shu qurt. Biz buni endi mana sinab ko'ramiz. Buni penoblok kusamiz katta ekan ozroq. Mana yeydimi, yemaydimi? Buni tashlab qo'yamiz. Keyingi ko'rinishini ham video qilib ko'rsatamiz. Qay darajada yeydi yoki yemaydi. Bu o'zimiz uchun ham kerak. Chunki mana shu sharoitga shu penoblokdan o'zim ham uy qurmoqchiman, xudo xolasa. Bizda yerimizda bor, даже nima? Tuproqda yerda bor bu vaqmak qurt. Shu o'zim uchun ham qiziq. Menimcha, xudo xolasa bu ko'pchilik uchun foydali bo'ladi. Sizlardan bitta like bosib qo'llab-quvvatlashlaringizni so'rab qolamiz. Obuna bo'lmaganlar obuna bo'lib qo'yinglar.